Onasi men keldim. Voy, assalomu alaykum otajonim, yaxshi keldingiz. Muchaqchamat, qo'ying, nima deganingiz tayyorlab qo'yganman. O'shalarni tez ichib oling. Tez o'ylab chiqing, hop. Ishni kechdi emas, nimadir qilib kelyapti. Qizim benim. Bitta, dada deb qo'ying. Onasi nima qilyapsiz? Telefoningizni ekrani kirib qolib o'shani artib qo'yganman. Biz raqs ichyapmiz, muzikani ham o'chirib qo'ydingiz. Unda Jannat Ubidan foydalaning. Ekran ochiq bo'lsa ham qo'shiqlarni eshitsa bo'ladi. YouTube playlislarini saqlab oladi. Tekin va eng muhimi reklamasiz Google Play yoki App Store'dan yuklab olishingiz ham mumkin. Jannat Ubi yaxshi ekan-ku, lekin bunchalik mehribon bo'lib qolgani juda g'alati. Bu sumka bilan kiyimni qayerdan olding? Adasi, yaqinda Navruz kelyapti-ku, o'zimga anchadan beri yoqtirgan narsalarimni sotib oldim. Juda ham chiroyli, ochilib ketibsan, yarashibdi. Faqat bitta muammo bor. Pulini sizni kartangizdan to'ladim. Aytganmidim, nimadir qiziq kelyaptimi deb. Kartalarni ehtiyot qilinglar.